Bu videodan keyin aniq bilaman ichib mashina haydamaysiz. 2026-yil 8-yanvardan boshlab ichib pravosi rishon bo'lgan insonlar diqqatini. Endilikda siz o'zingiz provangiz, siz boshqatdan pravo olish uchun imtihon topshirgan vaqtingizda 20 savol emas, endi 50 savolga javob berishingiz shart. 50 savoldan 46 savolga javob bersangiz ham o'tasiz, 45 savolga javob bersangiz esa yiqilasiz. Shunga qarab o'zingizni, ishingizni olib boring va hech qachon avtomobilda spirtli ichimlik ichib o'tirmang. Men hozir Real avtomaktabindaman. Real avtomaktabini chiroyli bo'lgan avtomobillarni o'rganadigan joyindamiz. Siz ham professional darajada qonun qoidalarini va avtomobilni yaxshi haydab imtihondan o'tacak bo'lsangizlar, bemalol shu Real avtomaktabidan tayyorlanib o'tsangizlar bo'ladi. Imtihon markazini yo'li bilan, ya'ni pravilasi bilan bir xil joylashgan, 100% bemalol kelib shu yerda avtomobilingizda harakatlanib o'zingiz imtihonga tayyorlansangizlar bo'ladi va undan tashqari shofyorlar bor, professional sizga o'rgatadi shu yerning o'zida.